Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun aziz do'stlar 2021-yil Gentradan ko'rsatamiz. Polni navorotlik ekan, Amerikanka Optra tonirovkalar krugoy urib qo'yilgan, hali 10 oy ruxsati bor debdi va 4 ta yumshoq balon ham taqib qo'yilgan ekan. Holatchasi zo'r, aka narxini ham chiroyli qilib beramiz debdilar. Albatta akaga aloqaga chiqaverasizlar aziz do'stlar. 11600 bo'lsa berib yuboramiz debdilar. Bemalol aloqaga chiqinglar. Zo'r holatda ekan, lekin mashina sostensi ham glans stoykalarga taqib qo'yilgan, tonirovkalar beton qilib urib qo'yilgan. Ichlari, salon qismlari. Mashinada hech qanaqa aybi yo'q ekan. Ichlari bilan bemalol baho berasiz. Zavodga uzun chexollarlar bo'lib turibdi. Kraskalargacha aka aytyaptilar, radnoy, 4 ta yumshoq balon, 76 ming yurgan mashin, akvaprintlar qilib qo'yilgan, kamchiliklar yo'q. Bemalol murojaat qilasizlar. Hozirda salon ichini qaranglar, mana salon ichlari ham yaxshi holatda. Masalan, bozorda narx har xilda aziz do'stlar. Hozir mana bu $11,600 ga 2021-yil o'ylayman juda